Akalar, bozor qizg'in bo'lyapti. Asa qizg'in paytga keldi. Yorqo'rg'on Uychi bozori. Assalomu alaykum. Chorva 24 kanalini muntazam kuzatib borayotgan ijtimoiy tarmoq va YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun Yorqo'rg'on bozoriga yetib keldik. Xohlasa videolarimizni boshladik. Xohlasa savdolar bo'lib turgan joydan, savdolarning ustidan sizlarga ilojimiz boricha video qilib berishga harakat qilamiz. Bittadan kanalimizni qo'llab-quvvatlab, like bosib turasizlar degan umiddamiz. Yo'qsa videolarimizni boshladik. Akalar, mana bu yerda sotilgan variantidan mojinlar 13 million so'mdan bo'ldi mana shular mana. Akalar, mana ena bola ishqibozlariga mana bu yerda ena bola savdosi bo'lib turibdi ekan. Savdolar mana ustida. Bolasi Xunojin aka. Mana akalar. 22 million so'rashyapti ekan hozir. Mana shu ena bolani. Rahmatini aytasan, rahmat. Akalar, mana bu yerda mana salkam bohma buqalar bor ekan. Bo'ylari 1 metr atrofida. Aka, bu narxi necha pul ekan? Narxi 20 million kam bor. Savdosi qana bo'lyapti aka? Savdo bo'lib turibdi, 15 ustida bo'lyapti. 15 ustida, 20 million so'm kami bor deyishyapti. Mana orqa holatlari. Shvetcha ekan, shvet qo'ygan. Ha, muxtar. Ha, yelka holatlari ham keng holatda. Mana chehralar. Bola 15 ustida so'rashyapti ekan. qancha? 20 kam bor deyapti ekan. Gapiring, bu qulani qaysilab pardoz qiling buni. Akalar, mana da shohdor varianti ham bor ekan. Kimga qiziq bo'lsa. Kim o'ylaydi? Kim o'ylaydi? Ha, bo'lmaydimi? Yo'q, olmay qo'yamiz aka. Akalar, mana da savdosi bo'lib turgan joyda mana. Bo'ylari 1.10 chiqib qoladi. Mana. Bo'ylari 1.10. To'g'ri, hech kim so'rayapti. 16 million so'rayapti. O'sha qo'limiz tushadi. Qobilakka olmali. 5 yilda bir yurak yutib oldingizda keladi. Akalar, mana orqa holatlari. Aka, necha pul bo'ldi bu? 16,5 million bo'ldi mana shu qocha. Bo'ylari 1 metr. Necha pul bo'ldi? Murod qilyapti. Akalar, mana bu yerda mana ko'chatlari serop ekan. Mana qachqa narsalar ham bor ekan. Qaranglar akalar. Shu joylarga bittadan like bosib, podelistiya qilib obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Savdo bo'lib turibdi shekilli. Bo'ylari 1 metrga 1.5 ekan, deyapti. Aka, necha pul deyapsiz bularni? 18-20 savdosi nima biladi? 16 million so'm so'rab turibdi ekan. 18 ga 20 kami bor ekan. Mana olasi 20 million ekan. Mana 18. Mana bu yerda mana shu ham bor ekan mana. 28 million 27 million bozor shahar bozori qani? Ha, kalla holatlar. Oyoq qo'llari, yelka holatlari. O'shani aytdim, manda qo'rqmasdan 1-2 million, 3 million shon olib ketaydi. Necha pul deyapsiz aka? Yedishtisida yo bir salmagan bo'lsa doktorimiz ham bozor qo'yadi. 120 ming so'm vaksina qildi. Ha, kelar. Yeşil ko'za bekorga. 120 ming so'm nabrabatga jo'natamiz. Qanchaga? Bu o'yindan baland. 28 million 17 million so'm so'rab turibdi ekan mana. Realni bo'layotgan savdosi 17 million. 1.5 chiqib qoladi bo'ylari. Akalar, mana bu yerda mana
sotilgan variantlar. Nech pul bo'ldi aka? 9 million 8 aka, Xulojin akam. Akalar mana bu sotilgan variantidan ekan. 12 million 600 bo'libdi. Bo'ylari 1 metr. Sariq variantidan mana. Buni yuklab qo'ydik, xotinlar aylaniki. Bu sotildimi aka? Akalar Akalar mana shu yerda mana ko'chat variantidan ham bor ekan bu qochalar. Bir boshdan ko'rib, qaysi yoqqan bo'lsa, nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Mana bunday ko'chatlardan bor ekan mana. Mana oq tumshuq, oq quloq, shved variantlardan mana. Bular nech pul ekan? 15 dan kam. 15 dan kam mana nechtasi? 3 dan 3 15 dan kam bor ekan mana orqa holatlar. Ochkanasiga mana oyoq qo'llari ham. Yelka holatlari ham mana vash kengidan ekan. Savdosi bo'ldimi? Nech pul? 3 million 300 dan. 13 million 300 dan so'rab turishdi ekan, lekin bermayapti ekan. Bo'ylari 97-98 atrofida. Mana kalla holatlari. Bolalarchi? 12 dan qilyapti. Bular 12 dan kam bor. Bularni so'rab turishdi ekan mana. Bulardan bitta ko'rsatib qo'ydik. Mana. Nomerda aytingchi, nomer qoldirib qo'yinglar, qiziqqanlar telefon qiladi. 70lik. 105 105 55 00. 5500 ga aloqaga chiqasizlar, da qolasa kelishtirib vodiy bo'ylab dasturlarni qilib berishadi. Aloqaga chiqaverasizlar. O'rtaga bozoringizni bersin. Mana bu yerda mana xunojillar ham bor ekan. Qachqa xunojillar mana. Ko'chatlari yaxshi, orqa holatlari zo'r. Real holatdagi mana. To'g'ri, nech pul deyapsiz ularni? Sotib olamiz. Nech pul bo'ldi? Hammasi 9 million 600 ga ketdi. Nechta? 4tasi. Ha, 9 million 600 dan barakasi bo'pti mana shu 4 ta o'na akalar. Qo'sa bo'ldi. Bo'ldi aka. Voy odam. Olganga sotganga barakasini bersin akalar. Mana 9 million 600 dan 4 ta xonojincha sotilibdi. Bo'ylari 95 dan 1 metrgacha chiqib qoladi. Akalar mana yosh ko'chatidan so'raganlarga mayda ko'chatidan ham bor ekan, yosh bo'zakchalar mana. Mana kalla olib. Bo'ylari bir 90 atrofida. Ha, sarig'idan, qorasidan qanaqasidan kiramiz? Mana savdosi ham bo'lib turibdi ekan. Qaysini savdosi bo'lyapti? Avashning savdosi bo'lyapti ekan. Ha, yondan ko'rishlar. Akalar mana savdosini ustidan 10 million 500 ming so'm so'rab turishib ekan. Bermayapti. Targ'il varianti. So'rab turibdi hozir. Hech bo'lyapti aka. 12 kam bor deyapti, 10,5 million so'rab turibdi mana. Realni narxlar. Aka mavlar nech pul? Bu uda jaram kam bo'ldi. Ular yarimdan kam bor. Chorvoyiga mator. Savdosi bo'ldimi aka? 11 million so'm so'rab turibdi ekan mana shu bo'zaqchani. Bo'ylari 90 sm mana. Buni ham bor ekan. Dorqo'rg'on bozoridan akalar. Bu sotildimi aka? Nech pul? 12 million 900 ga mashq mana baraka bo'libdi. Qarasi. Bo'ylari bir 97 chiqib qoladi mana. 97 bo'ylari. Boshqa holatlari. Mana ko'ringlar qocha.
Akalar arzimagan mehnatimizni bittadan like bilan qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa xizmat qilishdan charchamaymiz. Aka bu nech pul ekan, navbatcha? Sizni olganim yo'q. Buzovchani olyapman. Nech pul deyapsiz? Ya buzovni olyapman, siz olganim yo'q. Videoga qo'ymang deyishyapti, o'g'irlangan shekilli. Akalar, shunday qilib videomizga yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bittadan like, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.